Salom, Jafar. Bu o'sha. O'tkazib boringlar. Xo'sh, qalay ko'ngling to'ldimi, Jafar? Hammasi joyida, azizim. Men baribir naqdini afzal ko'rgan bo'lardim. Bu aksiyalarni har qanday bank qabul qiladi. Demak, Amerika kafolat beryaptimi? Buni nima qilay? Meni insoniyat dushmaniga aylantirdilaring. Bu narsani kimda $6 bo'lsa sotib olishi mumkin. Nima, shunga arziymanmi? Terrorchilarni hamma ham yaxshi ko'rmaydi. Yana kimlardir yadro zaryadlari ortilgan kemangiz okeanga cho'kayotganini yoqtirmaydi. Siz bo'lsangiz bu haqida aytishni ham yoqtirmaysiz. Meni odamlarim qanday qilib falokat joyida paydo bo'lib qolganligini kech bo'lmasa endi tushuntirib bera olarsiz. 4 O'sha kuni 4 yadro bombasi meniki bo'ldi. Va o'sha bombalarni 4 shaharga yashirish uchun menga 4 yil kerak bo'ldi. 4 bomba. Dunyoning turli burchaklaridagi eng katta 4 shaharida. Bu ko'tarib bo'lmas yuk. Uni yengillashtirish uchun bu yerda man Jafar. Meni 5 nafar bolam bor, Rayli. 5 farzand va 11 nevara. Ularning yarmi o'qiyapti. Qay biri Yevropada, qay biri esa sizlarda. Ular hammasi kelajakka reja tuzishyapti. Va men bu rejalarni buza olmayman. Ammo bu ahmoqona fanatlar dunyosida mendan boshqa hamma xatolarni bir pasda yo'q qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Ularni hech narsa to'xtata olmaydi. Bu bombalar harakatga telefon qo'ng'iroqlari orqali keltiriladi. Aniq telefon apparatidan aniq raqamga ko'ra. Kodni bilish orqali nafaqat portlatish, balki bombalarni topish ham mumkin. Kodlarni aytishga va uzatmalar qayerdaligini ko'rsatishga tayyorman. Tinchlaninglar! Tinchlaninglar! Sarosimaga berilmang! Voy sen ablahay. Yo'q, to'xta Jafar, bu meni odamlarim emas.
Olib ket uni. Jallod salom aytdi. Hammasi joyida. Kalit menda. O'ldiringlar. Bu o'sha jallod qasam ichganda uni o'ldirishing kerak. Uning itlardek xor bo'lib o'lishini istayman. Ismini eslab qol. Louis Deviye, bank xodimi. U Parijda. Jallod bilan qandaydir ishi bor. Ular kalitni olishdi. Jallodni o'ldir. Agar u kodni aniqlasa, bombani portlatadi. Qanaqa kod? 11 ta raqam. Men kodlarni 2 do'stimga bo'lib bergandim. Ularning har biri kodlarning ma'lum qismini va qayerdan qayerga signal yuborish kerakligini bilishadi. Jallod ularni topadi. Ammo yana 3-qism bor. Kodning oxirgi qismi. Kodni kim biladi? Kodni 3-qismini kim biladi? Bas, hech narsa gapirmang, hech narsa demang. Birorta so'z ham. Bo'ldi, yaxshisi jim bo'ling. Ortingizdan shoshilmasdan kelayotgandim. Nima uchun mashinani to'xtatdingiz? Janob, bu qandaydir ahmoq. Menimcha politsiyani chaqirish kerak. Fransuva mashinada kutib tur. Kechirasiz. Ko'zingiz ko'rmadi deya aytib ko'rmang. Yo'q narsani o'zi yo'q. Xayolimga ham keltirmadim. Nima? Nega signal chalasanlar? Bu ahvolda mashina hayda olmayman. Boshqalardan farqli o'laroq rulda o'zim bo'laman. Bunday bo'lganida afsusdaman. Uzrim belgisini qabul qiling. Aybimni yuvmoqchiman. Nima ham derdim? Urinib ko'ring. Janob Deviye. Xayrli kun. Qanday yordam bera olaman? Parij liniyada. Kanal ochiq. Moskva, Lubyanka. Salom. Qanday yetib olding? Juda yaxshi. Samolyotda o'likdek uxladim. Ishlar qalay ketyapti? Ertalab gaplashdim. Menimcha,
Hammasi yaxshi o'tdi. Menga qara, bugun yoningga bir do'stimni o'g'li kiradi. Sotilmaydiganlar xilidan. Ko'cha bolasi deyish ham mumkin, ammo texnika dahosi. Hech narsaga hayron bo'lma. U bilan dasturlar ta'minoti to'g'risida gaplash. Axir iltimos qilgandim-ku. U allaqachon Parijda. Alberto Soldi, Björn Peterson, Sahik Kirami. Demak, afsonaga ko'ra oilaviy juftlik bo'lishimiz kerak ekan. Nima biz? Nima? Tajribang bormi? Yo'q. Menda ham yo'q. Muammo. Hozircha borish shu. Jafat juda ehtiyotkor. Ammo menimcha u amerikaliklar bilan uchrashmoqchi. Ketishim kerak. Qanchalar chiroylisan. Ertaga seni qaytarib yuborishadi. Agar bitta so'z aytsang bugunoq. Hoppa. Fransuaga tashlanganingizda his qildimki, boshqacha yo'l bilan gaplashmaysiz. Nimani his qildingiz? Albatta tanishishim kerakligini. Shunaqasi bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Qo'ysa Ischilui. Aminmanki, sizda haftada bir marta qandaydir laqma qizlar bilan uchrashuv rejalashtirilgan bo'ladi. Xotinbozga o'xshaymanmi? Siz rad qilishlariga o'rganmagan odamga o'xshaysiz. Bas qiling, meni hayron qoldiraman deb urinmang. Buni uddaladingiz. Rostini aytsam, xotinbozmisiz yoki boshqa odammisiz, menga farqi yo'q. Men hozir dugonam bilan xuddi shunday restoranda o'tirishim mumkin edi. Lekin siz bilaman va bu ancha qiziqroq va quvnoqroq. Kechirasiz, janob Divye. Telefonga so'rashyapti. Rahmat.
his qilyapman bo'lg'usi Deviya xonim. Menga o'xshagan er bilan yashash qiyin-sinu. Bir daqiqaga. Marhamat. Alo. Ha, Quloq sol. nima? Quloq sol. Menimcha, ikkinchi odam Norvegiyada. Hozircha qidiryapmiz. Oxirgi 3 yilda bir necha davlatni almashtirdi. Hozir esa Malayziyadan qo'nim topgan. U o'zining italyan advokati bilan Florensiyada yashayapti. 1 soatdan keyin o'sha yerda bo'lamiz. Xona bron qiling. Men ham boraman. Tushunarlimi? Janob Deviya kechirim so'radi. Florensiyada muhim ishi bor ekan. Kelishi bilan qo'ng'iroq qilishni yetkazishimni so'radi. Hisob to'langan. Qayoqqa boramiz? Muammo bormi? Motorni глуши. Qimirlama. Eshiklar, eshikni ushlanglar. Ketib qoladi. Naryoqqa o'tdi. Bu yerda ham politsiya. Ko'ryapman. Bo'ldi. Endi ortimizdan qolishmaydi.
Xullas, uydagi tuzoq, politsiya, urilgan mashinalar, ularning hammasi mana shu qog'ozlar uchunmi? Bu qog'oz emas, rassom. Bu nima? Sevimli shahrim. Parijligini tushundim. Bo'ldimi? Bo'ldi. Men bilmaydigan narsalar haqida gapirib ber. Florensiya, Italiya. Otasi Filip Devie 11 yil oldin vafot etgan. O'g'liga bank sohasidagi biznesni qoldirib ketgan. Buni bilaman. Buni hamma biladi. Luining otasi aslida u emasligini bilasanmi? Alberto Soldi xonadoni. Haqiqiy otasi misrlik. 69-yili mashinasida portlab ketgan. Qohiradagi Fransiya elchixonasi oldida. Lui o'shanda 5 yoshda bo'lgan. Tushunmayapman. Hech narsani bilmayman, ishoninglar menga. Hech narsani. Axir men oddiy advokatman. Iltimos meni o'ldirmanglar. Sorbonnani tugatganligini ham bilsang kerak. A'loga. Ha. Ammo sen 82-yili panjara ortiga tushganini bilmasang kerak. Nima bilan ayblashgan? Kursdoshini o'ldirib qo'ygan. Hammasi ana u yerda, seyfda. Ana u yerda. Xo'sh, rasmda nima bor? Agar uni topsanglar, darhol menga xabar beringlar. O'zingizcha biror ish qilmanglar. Bo'lmasa yana tushunarlimi, Ronni? Darhol menga xabar qilinglar. Biroq Fransiyada ekanligidan shubham bor. Qoyilman. Nima, mashhur Florensiya shumi? Nahotki tuzukroq joy topa olishmagan bo'lsa. Xo'sh, menimcha biz bu tomonga. Ha. On 9:51 aloqada. Kanal yopiq. U Westin Excelsior mehmonxonasida to'xtadi. Xona raqami 537. Bugun ertalab shaxsiy samolyotida keldi. Bedor tunmi? Bedor hayot. Senda nima gap? Juda kam ma'lumot. Ismi ham yo'q. Kalavani uchi ham yo'q. Bu odamlar Jafat bilan bog'liqligini bilamiz xolos. Topishga topamiz, lekin bunga bir hafta ketishi mumkin. Bir hafta vaqtimiz yo'q. Italiyaliklar, norvegiyaliklar bilan aloqaga chiqinglar. Ular ham yordam berishsin. U restoranda.
Zoldi ro'yxatda birinchi edi. Demak, taxminimizcha raqamlarning birinchi qismi. Ikkinchi qismi uchun Norvegiyaga uchish kerak. Biroq Bjorn Petersonlar Ulardan biri shifokor, Afg'onistonda asirlikda bo'lgan. Jafat uni 98-yil sotib olgan. Unaqada esa Yo'q. Peterson va Kirami sizning ishingiz emas. Jallod menga ishonmaydimi? Jallod senga ham, menga ham ishonmaydi. Hech kimga. Kimdir xonaga kirdi. Банкир появился, уходи. Слышишь? Он уже в лифте, уходи. Я еще не закончила. Ты с ума сошла, их там 4. Уходи. Buni qanday tushunish kerak? Syurpriz. Nima buni yaxshi fikr deb hisoblaysanmi? Parijda yolg'iz tashlab ketish. Bu qanaqa fikr? Umuman olganda, iliqroq kutib olishingni kutgandim. Bu yerdaligimni kim aytdi? Kim? Hamma mehmonxonalarga qo'ng'iroq qildim. Eshikchi. 100 yevroga har qanday eshikni ochib berishadi. Nima? Ular meni uzoq tomosha qilishadimi? Boshsizlar.
Salom. Menga jallod kerak. Bu ahmoqona hazil, Mari. Bu hazil emas. Menga jallod kerak, Lui. Meni qidirganmiding? Tabriklayman, meni topding. Uni telefoni qani? Doim qo'ng'iroq qiladigan odamingga telefon qil. Yaxshi, o'zim qilaman. Eshitaman. Ovchi aloqada, Igor Dmitrievich. Aloqada bo'linglar. Kanal toza emas. Endi esa meni topganingni ayt. Ayt. Istamaysanmi? Mayli, o'zim. U jallodni topdi. Norvegiyadami? Jallod u yerda nima qilyapti? Norvegiyalik terrorchilar haqida eshitganmisan? Yo'q. U yerda hech kim uni qidirmaydi. Tayyorlan. Norvegiyaga boramiz. Xonani tozalash. Uni qaytarib yubor. Tozalash. Отошли ее. Уборка. Антон, он ушел, Антон. Ты можешь найти его, на нем маячок. Без компьютера нет, но я уже рядом с ним. Bo'la Где он? Shoshma, kompyuterdan tez o'ylay olmayman. Xo'sh, Он в u отеле. mehmonxonada. Qayerda? Qayerda? Hozir. Mari, u shu yerda. To'xtash joyida. Tezroq!
Norvegiyaga uchamiz. Tezda yordamchi guruhni tayyorlanglar. 28-ning xavfsizligini ta'minlanglar. Kerakli hamma narsani olinglar. Osloga 1 soat 10 daqiqadan keyin uchamiz. Norvegiyaliklarni ogohlantiring. Bergen, Norvegiya. Björn Peterson xonadoni. Norvegiyaliklarni ko'ryapsanmi? Bu yoqqa, ular qayrildi. Tezroq, tezroq. Uzoqdami? 300 metrlar uzoqlikda. Xo'p, yaxshi, bu aqlli pidjakdan qutulish yo'lini topdi deylik. Nega unga mayoq taqmadi? Haligi chunki u aytdiki, agar shunday qiladigan bo'lsam, Nima? Shunaqa. Tushunmayapsan. Axir u maxluq-ku. Bizni o'ldiradi. Ikkovimizni ham. Tinchlan. Orqaga yo'l yo'q. Unga olib borsang bo'ldi. Qurolsiz nima qila olasan? Qurolni keragi yo'q. 1 metr uzoqda tursam yetarli. Qanchalar charchaganimni bilsang edi. Boshqa chidolmayman. O'sha ablahdan qutqar meni.
Kiyimlarimni almashtirishim kerak. Hozir uzoqqa keta olishmadi. Agar telefonini o'chirmagan bo'lsa, aniqlash mumkin. Topdim. Ularni topdim. Seni kutyapti. Anma, uni olib kel. Ketdik. Meni ko'rishni istaganmiding? Nega? Men Parimachda ishlayman. Familiyam Leblan. Eksklyuziv intervyu qilaman. Sensatsiya bo'lishi kerak bo'lgan intervyuni yarim yil kutdik. Bir haftadan keyin Jafat Ben Zayd bilan uchrashishim kerak edi. Omading kelmabdi. Odamlarim oldinroq uchrashdi. Nega Jafatni o'ldirganimni bilishni istaysanmi? Jafat buyuk g'oyaga sotqinlik qildi. U muqaddas jangni biznesga aylantirdi. Meni o'rnimda nima qilgan bo'larding? Qo'limni ko'tarsam bas, boshingdan ayrilasan. Ha, tushunaman. Men bilan gaplashish qo'rqinchli emasmi? Qo'rqinchli. Aldayapsan. Qo'rquvingni his qilmayapman. U jurnalist emas. U bilaman, Lui. Anma, u bizni aldadi. yo'q. Qayerliksan? Seni kim yubordi? Javob ber. Jafat.
O'ldiringlar uni. Endi nima qilay? Hech narsa. Moskvaga qaytasan. Uni ko'rdim. Ko'zlariga tik qaradim. Qanday qilib u o'ldi? Sen bo'lsa, bizni kutish o'rniga uni xuddi bo'ri qo'yga qaragandek qarading. Aslida qo'y bo'riga qaragandek qarashing kerak edi. Natijada esa nima? Jallod yo'q. Bombalar qoldi va kodning 2 qismi noma'lum. Bizda esa 3 raqamli yaxta qoldi. Balki bu umuman kod emasdir. Yoki sen bombalarni hech kim portlata olmaydi deb hisoblaysanmi? Bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi, kechir. Uzr. Uxlab olishing kerak. Samolyot 10 soatdan keyin. Sen esa unga qarab tur. Tinchlantir. Yaxshimi? Qanday qilib? Bilmayman. Amalla. Men haligi balki Yo'qol. xo'p. Anton. Telefoning jiringlayapti. Telefonim orqa cho'ntagimda. Bu seniki bo'lsa kerak. Kim bu? Uzoq vaqt qidirgan odaming. Lui? Men esa jallodni qidirding deb o'ylagandim. Jallod o'lgan. Ko'ryapsanki, yo'q.
Himoyaning eng maqbul yo'li o'z soyangda qolishing. Hamma seni xizmatkor deb o'ylaydi va hech kim aslida sen xo'jayin ekanligingni taxmin qila olmaydi. Bilasanmi? Kimga ishlashingni menga qizig'i yo'q. Bir narsani ixki bombani zararsizlantirishni istayapsizlar. Buning uchun esa kodlarni to'plash kerak. Bu esa oddiy vazifa emas. Senga nima kerak? Sen. Menga sen keraksan. Men esa senga. Mensiz bombalarni topa olmaysan. Men esa sensiz ularni portlata olmayman. Negaligini bilasanmi? Nega? Chunki sen bir oy oldin Sahih Kiramini o'ldirding. Unda kodning 3-qismi bor edi. Hech qanaqa Kiramini bilmayman. Malayziyada uni juda yaxshi bilishadi. Hech bo'lmaganda uni o'ldirishganida bu haqda hamma gazetalarda yozishdi. Kiramining 7 ta tansoqchisi bor edi. Sen esa hammasini o'ldirding. To'ldiring, deyarli hammasini. Ulardan biri tirik qoldi. Uni so'zlaridan politsiya qotilni fotorobotini chizdi. Mendan o'tib ketding. Ofarin. Ha. Norvegiyada kuzatuvlarni sezgandim va hammasini o'ylab qo'ydim. To'g'rimi? Men yo'q bo'lishim, o'lishim kerak edi. Ya'ni meni ovlamoqchi bo'lganlar uchun. Mana shunday qildim ham. Yaxtida meni otishganda ishonding-ku. Voy go'zalim, jim turishni bas qil. Kelishib olamiz. Nimaga? Senga ham menga ham to'liq kodlar kerak. Kodni yuborilishini kuzatib turgan uzatgich qayerdanligini bilish ham zarur. Bilasanmi? Jafatning advokati juda ham mustahkam chiqdi. Tamg'a uning qo'lida edi. Uzatgich qayerdaligini aytdi va kodni birinchi qismi yozilgan kartochkani berdi. Norvegiyada ham kam gap odam uchradi, ammo bizga bir narsa kerak edi. Raqamlar. Endi esa menga juda ham kam narsa yetishmayapti. Ya'ni kodning 3-qismi, uni qayerdan qidirishni ham bilmayman. Men ham. Xato qilyapsan. Va agar yonimga kelsang, buni isbotlayman. Yolg'iz. Bo'ylab ko'r. Uzatgich qayerda ekanini bilaman. Sizlar esa yo'q. Men kodning 2-qismini bilaman, sizlar. Biz ham bilamiz. Mug'ombirlik qilyapsan. Yo'q. Qani aytchi. 866. Endi sen. 7843. Juda soz. Endi nima? Hamkor bo'lishimiz zarur va yetishmayotgan kodni birgalikda topamiz. Keyin nima bo'ladi? Keyin seni o'ldiraman yoki sen meni. O'sha yerda ko'ramiz. Albatta rad qilishing mumkin, lekin unda men odamlarni yollayman. Ular mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalarni sinab ko'rishadi va ertami kechmi kodni qolgan qismini albatta topishadi. Ana o'shanda Seni qanday topaman? Telefonni turgan joyingda qoldir va 10 daqiqadan keyin eski sohilga qarama-qarshi yo'lda bo'l. Vaqtni cho'za ko'rma. Igor Dmitrovich, u yo'qolib qoldi. Qanaqasiga? Bilmadim, uxlab qolgandim. Telefonni qoldirib ketibdi. Unga jallod qo'ng'iroq qilibdi. Jallod? Ha, jallod. Ma'lumot berish uchun suhbatni yozib olibdi. Mana eshiting. Albatta rad qilishing mumkin, lekin unda men odamlarni yollayman. Ular mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalarni sinab ko'rishadi va ertami kechmi kodni qolgan qismini albatta topishadi. Ana o'shanda Seni qanday topaman? 866 endi sen. 7843. Juda soz. Endi nima?
Bu qanaqa rasm? Bu o'yin emas, tushunyapsanmi? Seni kuzatishadi, rasmga olishadi, balki hozir ham. Soniyalarni tavakkal qilyapsan. Bir o'zing emas. Demak, hissiyot sen uchun yo'l qo'yib bo'lmas dabdaba. U ertaga uchadi. Qanaqasiga? Axir u qayerga? Sen ishing emas. Menga qara. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Bu yerga o'ynagani keldik deb o'ylaysanmi? Axir biz ishlayapmiz. Eshitaman. Oleg Borisovich, jallod Kuala-Lumpurdan, Malayziyadan qo'ng'iroqdi. U yerga shoshilinch yordamchi kuchlarni tashlang. Hech qanday qidiruv yoki boshqa harakatga yo'l qo'yilmasin, faqatgina kutish. Xaritonovga aytinglar, ana u yigitni Kuala-Lumpurga yuborsin. Mayli, unga yordam bersin. Shunda u ham, biz ham xotirjam bo'lamiz. Oleg Borisovich, u bizniki emas. Juda yaxshi. Hech qaysi bazaga kiritilmagan. Xudo biladi, bu mijozimiz qanday imkoniyatlarga ega. Jaffatlar oilasiga ikkita uyali aloqa kompaniyasi qaraydi. Bittasi Yaqin Sharqda, ikkinchisi esa Janubiy Sharqiy Osiyoda. Koinotda sun'iy yo'ldoshi bor. Taxmin qilish mumkinki, Jaffat kodlashda va yadro zaryadlarini faollashtirishda mana shu imkoniyatlardan foydalangan bo'lishi mumkin. Kompaniyani tekshirsa bo'ladimi? Ishlayapmiz. Qayerda bo'lsak ham odamlarning atrofimizda bo'lmasligi kerak. Endi ular yo'q. Hech qanday qurol, hech qanday kelishilmagan qo'ng'iroqlar. Doim bir-birimizga ko'rinib turishimiz kerak. Har doim. Muammo bor. Qanaqa? Sen ayolsan, men esa erkak. Biror nima o'ylab topamiz. Jafat qanday qilib senday ayolga ishondi? Qanday qilib fransuz banki egasida terrorchi o'g'il paydo bo'ldi? Ha, bumi. Menga ajoyib shajara tuzib berishdi. Urush qurbonlari, yetim va men juda yoqimtoy bola bo'lganman. Asrab olgan onam juda mehribon edi. Chunki u kimga aylanishingni bilmagan. Ha,
Asta-sekin ulg'aydim va soat mexanizmli bombaga aylandim. Vaqt kelib yana yetimcha bo'lib qoldim va meni arab do'stlarim xotirlab qolishdi. Ular ko'p narsani tushuntirishdi. Ularga shunday odam kerak edi. Boy, kuchli, g'oyaga sadoqatli. Bilasanmi, menga o'xshaganlar to'ntarish qila olishadi. Sun'iy yo'ldosh orqali Yaqin Sharq va Janubiy Sharqiy Osiyo nazorat ostida. Kimdir kodni ishga tushirsa, albatta signalni aniqlaymiz. Biroq qolgani muammo. Zaryadlar qayerdaligi noaniq. Uzatgichlar qayerdaligi ham noaniq. Uzatgich ishlash vaqti ham noma'lum. Signalni qayerdan kelishini ham bilmaymiz. Faqat o'zingni xaloskor deb o'ylama. Sen va Jaffatga o'xshagan buzuqlarning xayollarida faqatgina biznes. Tushundingmi? Nima? Birinchi raqamli terrorchi bo'lmoqchimisan? Ha? Pullar senga intilishinimi? Pulmi? G'oyami? Nima farqi bor? Bu bombalar nega portlatilishini nima farqi bor? 4 ta katta shahar do'zaxga aylanadi. Asosiysi men uchun mana shu. Sen jinnisan. Ha. Bu yo'nalishdagi yadro zaryadlarini faollashtiruvchi kodlar odatda 11 xonali raqamdan iborat bo'ladi. Birinchisi 7 tadan keyin uyqudan uyg'onadi. Shundan keyin taxminan 20 soniya davrida o'zini o'zi tekshirish ketadi va qaytgan signallarni portlashga tayyorlash uchun yuborish jarayoni sodir bo'ladi. Aynan shu paytda 4 zaryadning qayerdaligini aniqlash mumkin. Oxirgi raqamlarni kiritmasdan turib. U bu haqda biladimi? Ha, biladi. Yaxshi, hissiyotlarni chetga surib qo'yaylik. Jafat nega Sahih Kiramini o'ldirishga buyruq berdi? Kirami Yaqin Sharqda Jafat uchun qiynoq, terakt, qotillik tasvirlarini tashkillashtirdi. Bu yerda, ya'ni Malayziyada menimcha unga pul kerak bo'lgan va u Jafatni plyonka bilan qo'rqitmoqchi bo'lgan. Sahih Kiramni o'rniga kim qolganini bilasanmi? Jafat kodning oxirgi qismini kimga ishonib topshirgan? Bilmayman. Jafat bu yerga kelganmi? Ha. Ha. Jafat bilan 14-aprel kuni shu yerda uchrashdim. Bir o'zi yashaganmidi? Ha. Italiyalik uni ishonchli huquqshunos edi. Norvegiyalik esa do'sti va uni davolagan. Sahih Kirami esa yaqin yordamchisi. Kiramini o'rniga kimni tanlagan? Har kimga ishonavermasligi aniq. Bu yerda qancha vaqt bo'ldinglar? O'sha kuni tongda uchib ketdik. Hech kimga qo'ng'iroq qilmadimi? Meni yonimda yo'q. Birortasi bilan uchrashdimi? Xo'sh. Ha, uchrashdi. Akasi bilan. Said shu yerdami? Kimsiz? Gaplashib olishimiz kerak. Bu juda muhim. Sizni qayerdadir ko'rganman. Ha, yaqinda bu yerga kelgandim, ukangiz bilan. Jafat o'lgan. Ketganingiz yaxshi. Quloq soling, bu juda muhim. Politsiya chaqiraman. Politsiya ukangiz uchun qasos olmaydi. Ketinglar.
MRB bosh qarorgohi, Langley, AQSh. Fransuz topildi. 2 soat oldin Malayziyada ko'rishibdi. Biznikilar Jaffatning akasini kuzatishayotgandi. U yerga ana odam uni yoniga keldi. Yana bir o'zi emas. Ularni qattiq kuzatuv ostiga olishsin va har bir harakatlari to'g'risida ma'lumot berishsin. Слушаю. Выйди на балкон. Одна. Кто звонил? Не знаю. Наверное, номером ошиблись. Senda Jaffatning tamg'asi bor. Demak, u senga ishongan. O'limidan oldin menga qo'ng'iroq qildi. U o'limga mahkumligini sezgandi. Джафат сказал, что Где мы можем встретиться? на смотровом мостике. Через час. Unga ishonmasliging kerak, seni aldayapti. Uni bilasizmi? Ukam bilan birga ishlashardi. Keyin esa ajralib ketishdi. Lekin Lui razilligicha qoldi. Jafat sizga nima dedi? Sahibki Rami saqlayotgan raqamlarni o'zgartirganini va ular senda ekanligini aytdi. Menda? U mendami deb so'rayapti. U shunday dedi. Tushunmadim. U qayrilib oldi, lablarini ko'ra olmayapman. Yo'q. Jafat hech narsa demadi. Biror nima bergandir. Yo'q. Eslab ko'r. Taxmin qila olishingni aytgandi. Senga ishongandi. Axir sen uning tamg'asini olib yursan-ku. Shu kunni eslab qol. Bu hayotingdagi eng muhim kun. U menga shu kunni eslab qolishimni aytdi. Qanaqa kun? Malayziyadan qaytib kelganimizdan keyin 3 kun o'tib,
Menga shu tamg'ani bosishdi. Men og'riqdan qattiq baqirdim. U bo'lsa tiz cho'kdi va shu kunni eslab qol, shu kunni eslab qol deb qaytardi. Demak, u shu kunni eslab qolishini aytibdi-da. Shunday qildi. Malayziyadan qaytib kelganlaringdan 3 kun o'tib, Jaffat senga tamg'a bosdi. Ki hisoblab ko'ramiz. Kuala Lumpurdan 14-aprel kuni ertalab uchdilaring. Demak, kechqurun qal'ada bo'lgansizlar. Yana 3 kun qo'shsak, demak 17-aprel 17:04 bo'ladi. Hammasi juda oson. Voy Jaffade, qari tulka. Bilasanmi, qadimiy Bobilda muhim ma'lumotni esda saqlash uchun xizmatkorlarga tamg'a bosishgan, chunki og'riq xotirada uzoq saqlanib qoladi. Qayerdasan? Senga qarab turibman. Mayli, men ketdim. Tez orada uchaman. Hamkorligimiz tugadi. Seni o'ldiraman. Qaydam. Mensiz ham muammolaring ko'p bo'ladi. Yaxshi qol. Yugur! Bu yoqqa, tezroq! Parashutchilar bilan jurnalistlar qani? Tepaga ketishdi. Shu yerda qol. Yo'q, sen bilan boraman. Sakrash juda ham xavfli. Biz hattoki maydonni ham yopib qo'ydik. Menga qara, bu o'sha-ku. Ha, u. Xayrli kun. Salom. Menga yordam bera olmaysizmi? Menimcha, erim mensiz uchib ketdi. Iltimos. Yigirma 28-aloqada. Ular. Men Kuala-Lumpur aeroportidaman. Do'stimiz Bangkokdan uchibdi. U o'zini familiyasini ro'yxatdan o'tkazdi.
Menimcha u Jaffatnikiga mehmonga uchmoqchi. Aminmisan? Aminman. Va yana ketimdan tushishgan. Kimligini tushunmadim. Menimcha amerikalik bo'lsa kerak. Amerikaliklar bilan aloqaga kirishamiz. Mudofaa vazirligi doim aloqada tursin. Unda o'tib keta olasanmi? Urinib ko'raman. Biroq yordamingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda kechqurun Moskvada bo'lishim kerak. Ammo kerak bo'lsa albatta yordam beramiz. Lekin yo'nalish o'zgarishini mahalliylar bilan kelishish kerak. Xavotir olmang, muammo hal qilingan. Tushundim, Malik Borisovich. Nima qilay? Unvoni qanaqa? Ha, hoziroq uchamiz. Yaxshi. Xo'p. Xo'sh, o'rtoq polkovnik, uchamizmi? Sizni kuzatishyaptimi? Ha. Marhamat. Taxminimizcha yadro zaryadlari yo'nalishi belgilandi. Bizni xodim u yerga vaqtida yetib boradi. Ammo bitta yordam zarur. U yerga faqat harbiy aviatsiya bora oladi. Nikolay Petrovich, mamlakat xayrixoh emas, lekin yadro terrorchilar uchun hammaning munosabati bir xil. Eshitaman, Nikolay Petrovich. Mudofaa vaziri bilan bog'la. Kimligingni bilmayman. Ammo agar tasvirlarni ko'rayotgan bo'lsang, demak men o'lgan bo'laman. Agar do'stim bo'lsang, nima qilishni bilasan. Agar dushman bo'lsang, shoshil. Atrofing to'la portlovchi modda va 5 daqiqadan keyin butun qal'a havoga uchadi. Obyektdan signal bor. Ishga kirishdik. Nikolay Petrovich, obyekt aniqlandi. Jafat qal'asimi? Xuddi shunday. Shunday. Menga baribir noto'g'ri raqamlarni aytibsan-da. Kodning birinchi qismi kiritildi. Moslama qulfi ochildi. Kodning ikkinchi qismini kiriting. Hurmatli hamkasblar, sizlarni ayni paytda Fors ko'rfazida bizning maxsus xizmat ofitseri ishtirokida maxfiy operatsiya o'tkazilayotgani haqida ma'lumot berish uchun taklif qildik. Bu yerga qanday kelding? Odamlaring bilan kelishdim. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra,
MRB ularni terrorchilik tashkiloti a'zolari deb qabul qilgan holda kuzatib turibdi. Kodning ikkinchi qismi kiritildi. Moslamani tekshirish ketmoqda. Javob signali ketdi. Birinchi koordinatlar bor. Ikkinchi shahar ham bor. Uchinchisi bor. To'rtinchisi ham bor. Topdik. Bu New York, Tokio, London va Moskva. Kodning so'nggi qismini kiriting. Bank xodimi uchun yomon emas. Ha, qizaloq, o'yinlar tugadi. O'zingni qanday his qilyapsan? Davom etamizmi? U o'z jallodini topdi. Signal uzib qo'yildi.
Faqat meni buyrug'im bilan otilsin. Объект в зоне поражения. Ждем команды. Черт. А это еще что такое? Qanaqa rus polkovniki? Axir u... Yo'q, ruslar bilan jang qilishni istamayman. Xo'p, janob.